Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu qadrli do'stlar. Bugun men sizga bir sifat to'g'risida aytaman. O sifat bizning izgiliklarimizni bitira turgan sifat. Alloh taolo har birimizni shu qo'rqinish sifatdan bizning ko'ngillarimizni poklandirsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam kengashlarning hadislarining birisida aytadi: "Al-hasadu takulul hasanat kama takulun narul hashab." Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shu sifatni esga ola ayrim hadisda aytadi: "Shundan da kunchilik ol kishining ko'nglida bo'lgan soflikni, shistolikni ham izgilikni bitira turgan sifat oldi." Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadi. Ham misol keltiradi. Mana og'ochni o'tga solib, o't og'ochni bitirib kilga aylantirgan kibik, shu hisitlik, kunchilik, qora kunchilik izgiliklarni da bitira turgan onun bir sifati ko'rinishi bor. Bir kishi masjidga keladi. Ham aytadi: "Hazrat, Allohga shukr qildim, Allohga shukr qildim" deb siyinib keldi. Ham narsadan qutulgan ekanligin menga xabar etadi. "Hazrat, ko'ptandan beri mening shunday bir sifatim bor edi, shunday bir ko'rinishim seziladir. Birarasida shodlik siyinish ko'rsam, birarasida shodlik bilan bayli biror o'ng'ishli bir ish bo'lsa, yoki endi fatir olsa, mashina olsa, yilmayib shodlanib siyinib yursa, shuni ko'rib mening ko'nglim alla narsa bo'lg'ana edi" deb aytadi u kishi. Ham rizqimni da rizq tugul, tunda tun tugul, oshovda oshov tugul, ish kunga mening kayfim yo'g'ala edi deb u kishi xabar etdi. Ham Allohning rahmati dinga keldi, namoz o'qiy boshladi. Namoz o'qigach shu sifat ayrim nashar sifat o'zin oshiqladi. Ham har namoz sayin duo bilan Alloh taolaga u kishi yolvordi: "Yo Rabbim, shu nashar sifatdan, nashar ko'rinishdan pokla, ko'nglimni orandir" deb duo qila edi. Shundan da xalqda da bir aytim bor bit. "Bo'laydi hallarim nashar edi. Jetmasa ko'rishim yangi mashina oldi, tag'in da avraydi. Tag'in da hallarim nasharaydi" deb aytuvi bor. Shu kishining da naq shu halati edi. Ham kunlardan bir kunni Allohga shukr duolari qabul bo'lib, u ishida bir tonishi ishida bek zo'r o'ng'ishga erisha. Ham shu xabarni eshitgach, shunday siyinib qo'ydim dey. O'zimda shu shodlikli xabarga, shu shodlikli o'ng'ishga ega bo'lgan kibik siyinib qo'ydim. Bir necha kun shodlikda, siyinishda shunday siyinib jirdim, yilmayib jirdim. Anarisi ikkinchi voqea, uchinchi, to'rtinchi, 10-chi voqea. Birarisining shodlik siyinishin ko'rib, mashina oldi, fatir oldi, remont yasadi deb eshitgach, o'zimda shu siyinishlarga ega bo'lgan kibik shodlanib jiruvin sezgach, Alloh taolaga ayrim shukrona namoz bilan rahmatimni bildirdim. Allohga shukr, qora kunchilikdan, hisitlikdan orandim deb siyindim deb aytdi. Shundan da hurmatli jamoat bor, oq kunchilik, bor qora kunchilik. Ayirmasi narsedasin. Oq kunchilik, agarda biz birarisining o'ng'ishligini ko'rsak, bu qorali subhanalloh Qur'on o'qiy bila, namoz o'qiy bila, qorali ko'pmi ilmlar o'rgangan, nindi ustalikka ega bo'lgan deb ko'rib, to'xtali anarda da bo'lsin. Ham men de shunarga erishirga tirishim, oshqinim deb biz shu darajalarga, yaxshi, xayrli darajalarga erishirga intilsak, masalan, ilm, foydali ilm olirga intilsak, u vaqtda oq kunchilik, u ruxsat etilgan bir kunchilik bo'lib sanaladi. Ammo lekin birarasida o'ng'ish ko'rib, birarasida zo'r ilmlikka ega bo'luvin ko'rgach, agarda anarda bo'lmasin, mendagina bo'lsin deb aytu sifati, agarda shu fikr borlikka kela boshlasa, biligiz, u qora kunchilik. Anardan aranırga kerak. Agarda vaqtida aranmasak, ul vaqtda ul bizning izgiliklarimizni, bizning yaxshi
amel ibadetlerimizni aşap bitirecek, kilge eğlendirecek. Kıyamet günü boş ameller bilen, kil bilen gine Allah Teala aldına gelip basacakız. Şunu bilik. Allah Teala şu korkunç sıfattan her birimizni, köngüllerimizni arındırsın, baklandırsın, isen, imin, baxtda, saadetda özümüzün şatlığımız bilen siyinip, hem kişinin de şatlık siyinişleri bilen şün köngülden siyingen bendeler arasında buluğun nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.